o'qitamiz, lekin bitirgandan keyin eng a'lochisi ham turizmga borganda birinchi ishda qoqiladi. Nega desa, amaliyotda ko'rmaganligi uchun. Endi ko'p turizmda o'qiyotgan talabalarga, yoshlarga men aytamanki, o'zlaring turist bo'lib borib ko'ringlar. Chamadonlaring ko'chada qolib ketsin, boshqa shaharga ketib qolsin, samolyotlar adashib aeroportda samolyotlarni jo'natib yuboradi. Gastinisaga borgan paytingizda muammolarga uchrang. Ana shuni ko'p his qilsangiz, turizm bilan yaxshi gaplashasiz. Turist bilan yaxshi gaplashasiz, ertaga turizm sohasidagi biznesingiz yaxshi yurishadi. Xuddi shunday amaliyotlardan bittasi eng mana shu hozir turizm sohasida tajribali insonlardan biri, mana sayohatchi Abu nomi bilan tanilgan, jahon rekordiga qarab harakat qilayotgan O'zbekiston vakili bor, mana Qobiljon Abdusattorov. To'g'ri aytdimmi? Ha, shunday. Sizlar bilan uchrashuvga chaqirganmiz. Hozir bular o'zlarini fikrlarini aytadi, undan keyin savol-javob qilib, yana qo'shimcha axborot, o'sha ma'lumot o'zingizlarni qiziqtirgan savollar berishinglar mumkin bo'ladi. Da, bir kun kelib bunaqa yuqori minbarlarda turib gapirish hayoliga kelmagandi. Biz jangchimizku axir. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar qanday? Sizdachi? Sizda qizil ko'ngil yaxshimi? Xafa ko'rinasiz. Xo'sh. Bugun bo'lmasa sizlar bilan sayohat to'g'risida gaplashamiz. Mana bu yerda ustunda orqasida ko'rmay qolar ekanda. Mana bu tomonga qo'yilsa, bu yoqda bu tomondan gapni pastroqsan. Erkak yurib gapiradi. O'sha yerda. Xohlasangiz yurib gapirishingiz. Buni chegaralab qo'ying. Ha, 4 yildan beri yuribmiz. Bir soat turaylik hech bo'lmasa. Xullas, o'zimni qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsam, ismim Qobiljon, familiyam Abdusattorov, Andijon viloyati Marhamat tumanidanman. Demak, 2022-yil 15-fevral kunidan beri shu sayohat qilib yuribmiz. Noodatiy sayohat, ya'ni samolyotda emas, avtomobilda. Avtomobilda bo'lganda ham qanday? Qasdar davlatga uchib borib, o'sha davlatda avtomobilini nimaga olib, arendaga, ijaraga olib haydab yurish bu juda ham oson ish. Eng mashaqqatli ish bu avtomobilni chegaradan chegaraga olib o'tish. Mana shu mashaqqatni boshdan kechirish uchun O'zbekistonimizni, o'zimizning davlat raqamimizdagi mashina bilan dunyo kesib yuribmiz. Bekordan bekorga besamar yurganimiz yo'q. O'sha Guinness rekordlar kitobiga kirish uchun harakatdamiz. Ariza topshirib qo'yganmiz. Hozirgi kundagi rekord 130 ta. Germaniyalik Ays va Mays ismli xotinlar o'zini Germaniya raqamli avtomobilida 130 ta davlatga borib rekord o'rnatib qo'yishgan. Agar biz uni 131 taga yetkazsak, shu bilan rekordni yangilagan bo'lamiz. Hozirchalik davlatlarimiz soni 48 ta bo'lgan. Hali oldimizda uzoq va mashaqqatli safarlar turibdi. Hali yana 100 ga yaqin davlatlarga borishimiz kerak bo'ladi rekord o'rnatish uchun. Shu paytgacha mana 4 yil vaqt ketgan bo'lsa, bundan buyog'iga endi yana kamida 7 yil, 8 yil vaqt ketadi. Shtobi o'sha 131 ta davlatga borish uchun. Agar ungacha uni kimdir yangilab qo'ymasa, men o'sha Guinness rekordlar kitobiga kirish ariza topshirganman-ku, o'sha mahalda ma'lumot uchun menga aytishgan, shtobi ro'yxatga kirish, rekord yangilash uchun nimalar ishlar qilishim kerak, hammasini yo'riqnomasini berib turib, keyin oxirida sizga ma'lumot uchun aytib o'tamiz. Hozirgi kunda 10 dan ortiq odam bunga ariza topshirgan va harakatda yurishibdi deb. Men ularni hammasini ro'yxatdan olganman, kuzatib boraman ularni pastda, ya'ni qayerda yuribdi, nima qilyapti. Xo'sh, ularning ichida eng bizga yaqini Kamerzanov degan bor. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p YouTube'da videolar qo'yadi. Agar kim ko'rgan bo'lsa, hozir Braziliya, Argentinada sayohat qilib yuribdi. Va bizga eng yaqini shu Moskvalik Kamerzanov degan bor, Xalqmanbey degan bor, turkiyalik. Mana shu ikkalasi, qolgani hammasi Yevropalik, Kanadalik, Amerikalik shunaqa. O'shalar qatorida biz ham bormiz mana, O'zbekistonlik. Endi mengacha rekordni yangilab qo'yishmasa, Xudo xolasa, men shu yangilash uchun harakat qilib yuribman. Bu avtomobilda sayohat qilganingizdan keyin rekord o'rnatmoqchi bo'lsangiz, davlatlarda tanlay olmaysiz, ilojingiz yo'q. O'zi 197 dan 198 ta davlat bo'ladigan bo'lsa,
Ularning ichida ko'piga borish imkonsiz. Masalan, Shimoliy Koreya, yopiq mamlakat, deyarli imkonsiz. Yoki bo'lmasa, mana bu Venesuelaga o'xshash davlatlar bor. U yerga ham kirish avtomobilda hayot uchun xavfli. Mana shunday bir 10 ta 15 taga yaqin davlatlar bor, ularga kirish imkonsiz. Demak, biz ixtiyorimizda bor yo'g'i 150-160 ta davlat qolyapti xolos. Shuning uchun biz davlatlarni sakrab ustiga o'tib keta olmaymiz. Bir boshdan hammasini sayohat qilib ketishga majbur bo'lamiz. Va sayohatingiz mobaynida shu kim qancha davrdan beri kuzatib kelyapti, meni xabarim yo'q, lekin avvaldan beri kuzatib kelayotganlar bilishi mumkin. Juda ko'p mashaqqatlar bo'ladi oldimizda, juda ko'p sinovlar, juda ham ko'p sarguzashtlar bo'ladi. Masalan, o'sha Suriyada mashinam bilan birgalikda meni konteynerga qamab qo'yishgani, Pokistonda meni qamab qo'yishgani, Afg'oniston bilan chegaradan o'tayotgan paytimda o'sha urush boshlangan paytga o'tib ketganman. Yoki Qatarda yurgan paytimda men mashinamdan sal nariroqqa 300-400 metr nariga o'sha Eronda raketasi tushgani, bu o'tgan yillik bo'lgan voqea. Yoki bo'lmasa Iroqda o'tib ketayotganimda haligi Kirkuk terroristlardan tozalanmagan shahardan o'tganim, yoki bo'lmasa mana Afrikada Jibutida yurgan vaqtimda bir juda ham qiyin, nochorda ahvoli yerda aholi. Kech payt och nahor o'sha xalqda hujumiga uchrab, mashinam talon-taroj bo'lib, ko'p narsalari derazalarni ham sindirib, ichidagi narsalarni o'g'irlab haligi ishga harakat qilishlari, endi u yerda ham politsiyani chaqirishingiz ne stoyit, u yetib ham kelmaydi, u unaqa qisqa raqami ham yo'q bizga o'xshash 102 degan. Yo'q. U yerlarda faqatgina shu aqlingiz, bilimingiz, rezinka otadigan o'qlarimiz, elektroshoker shunaqalar yordam bermasa boshqa narsa yordam bera olmaydi. Turkiyaning g'alati qoidasi bor ekan. Mana har bir davlatda avtomobilni sug'urta qildirish majburiyati bor-da. O'zbekistonda ham majburiy sug'urtasi bor. Qolgan davlatlarda ham xuddi shunday. Faqatgina men borgan davlatlarda hammasida bir xil qoida edi, ya'ni chegarasiga kirasiz, mashinangizni tekshiradi, pasportingizga shtamp uradi va chegarasidan chiqqaningizdan keyin qator o'sha sug'urtachilar, valyutchilar o'tiradi, sim karta sotib o'tirishadi, turistlarga ko'p kerak bo'lgan narsalar o'tiradi. O'sha yerga o'tib avtomobil sug'urtasini sotib olaverardik. Turkiyada sal boshqacharoq ekan. Davlatga kirishingizdan oldin o'sha sizda sug'urta bo'lishi kerak ekan. Erondan chiqqanmiz, Turkiyaga kiryapmiz, Turkiya sug'urta so'rayapti. Sug'urta yo'q. Avval sen kirit ichkariga bizni. O'sha mendan, tamojniydan men sug'urtani sotib olaveraman. Yo'q, bizda ichkarida sug'urta sotilmaydi. Avval sug'urta olib, keyin kirishingiz kerak. U yerda odam kam o'tadigan chegara punkti edi. Boshqa bir Turkiya fuqarolari chiqib qolar, 3-4 so'm pulini berib, telefon qildirib quvalay desam, yo'q, odam ham yo'q. Onda sonda bir kunda 2 ta, 3 ta furo o'tadi, bo'ldi. U furolar ham hammasi dalnibo'ychilar, na Turkiya, na Eron fuqarosi emas, hammasi boshqa fuqarolar, tranzit o'tib ketayotgan, yuk tashiyotganlar. Orqaga Eronga qaytarsam, Eronda single viza, ya'ni haligi bir martalik viza. Erongadan chiqdingizmi bo'ldi, amal qilish muddati tugadi shu bilan. Eronga qaytib kelsam, o'sha vizam bir martalik bo'lgani uchun qaytib kira olmayman. Turkiyaga kelsam, mashinamga sug'urta so'rayapti, sug'urta yo'q. Va natijada nima bo'ldi? O'rtada ikkita davlatning o'rtasida xalqaro hududda, ya'ni arosatda qolib ketdim o'sha yerda. Bu yog'ini so'rasangiz, Eronda nima benzin juda ham arzonda. Biz pulga masalan o'sha polni bak qilib qo'yadigan bo'lsak 60 litr benzin ketadi menga. O'sha 60 litr benzin 17 ming so'm bo'ladi biz pulga. 17 ming so'm. Dollar emas, 17 ming so'm, 17 dollar emas, 17 ming so'm. 17 ming so'm даже 20 ming so'm emas. Va Eronda bitta qonun qoidasi bor. Davlatda ichida kirib xohlagancha uni o'sha arzon benzinda yurib sayohat qilishingiz mumkin, lekin chiqib ketayotganingizda hamma benziningizni to'ktirib 2 litr, 3 litr benzin bilan chiqarib yuboradi.
Shunaqa qonun qoidasi. Xullas men bakimda bor yo'g'i 2 litr benzin bor. Turkiyaga kiritmayapti. Bu yog'ini so'rasangiz, yon atrofim 1 metr qor. Mashinani qizdirib, ichini isitay desam, benzin yo'q. Turkiyaga ham kira olmayman, Eronga ham qayta olmayman. O'rtada arosatda o'sha yerda 2 kunmi, 3 kun qolib ketdim. Turkiyani toki nimasini qilgungacha. Sug'urtasini qilgungacha. 2 kun, 3 kun, 1 metr qor, mashina. Mashinaning ichida necha gradus o'ylaysizlar o'sha paytda? Tashqarida 1 metr qor bo'lsa. Ichkaridagi suvlarni ham ko'rsatdim. Suv muzlab qolgan, bakalashkalardagi suvlar muzlab qolgan, kanistrdagi suvlar muzlab qolgan, hammasi shu yerda 3 kun yo 2 kunmi yashashga to'g'ri keldi. Xullas, mana shunday vaziyatlar bo'lib turadi. Mashinada sayohat qilish shuning uchun o'ta bir chidamli, salomat bo'ling. O'ta bir chidamli, irodasi chiniqqan, nima desa bo'ladi? Har xil nostandart vaziyatlarda standart qarorlar qabul qila oladigan, o'zini yo'qotmaydigan, dunyo qarashi keng insonlarga avtomobilda sayohat tavsiya etiladi. Va avtomobilda sayohatda ham mana o'zimizning o'zbekistonliklar ham juda ko'p avtomobilda sayohat qilishadi, lekin hammasiniki bir xil davlat, shablon davlat, ya'ni MDH davlatlari Turkiya va Yevropa. Mana shu uchalasi. Yevropa, MDH davlatlari va Turkiya. Mana shu uchalasidan boshqa davlatga borgan vatandoshlarimiz eshitganmisizlar? Shunaqasi yo'q. Mashinada sayohat qilsa ham boradi, o'sha davlatga uchib borib samolyotda u yerda mashinasini ijaraga olib yurishadi. O'zbekistondan u haydab borgan nimalar deyarli yo'q. To'g'ri, bir 3 yilmi 4 yil oldin bir futbolda nima qilish, tomosha qilish uchun Qatargacha haydab borishgandi. Va o'sha Qatar chegarasida turib qolib $2600 to'lab kirishgan edi, karneti yo'qligi uchun. Faqatgina shuni bilaman, shuni eshitganman. Undan boshqasi yo'q. Nega borishmaydi? O'sha bormasligining asosiy sababi Yevropa, MDH davlatlari, Turkiya bular tinch davlatlar. Qolgan davlatlarda birinchidan urush bo'lyapti, ikkinchidan nestabilniy, ya'ni har xil chiroyli bir ajoyib qonunlari bor. Masalan, mana Tanzaniya bizniki, mashinamiz musodara bo'lib ketgan joy. 3 kun ichida olib chiqib ketish kerak ekan tamojniyni ichidan. 3 kun ichida olib chiqmasangiz, shtrafni stankasiga o'tkazar ekan, u yerda 1 hafta turar ekan. Borib shtrafni to'lab olib chiqib ketasiz. Agar 1 hafta davomida u yerdan ham olib chiqib ketmasangiz, keyin auksion maydoniga o'tkazilib, auksionga qo'yib sotib yuborar ekan. Jiddadan El Clasico bo'lib qoldi. Ozgina futbol nimasiman, ishqiboziman. Va Afrikadan Jiddaga borib, futbolni ko'rib, ayolim bilan uchrashib va u yerda bir 15 kun, 20 kun yashab, yana Afrikaga qaytib kelib, Tanzaniyaga qarasam, surpriz, mashina yo'q, o'sha auksionga chiqarib sotishyapti o'sha mashinani. Mana shunaqangi qonunlari bor, davlatlar bor. Har bir narsaga tayyor bo'lib borish kerak bo'ladi. Xullas, agar gapiraman desangiz, hozir buni oxiri yo'q narsa, 4 yillik sarguzash, 4 yillik davlatlar, xullas, undan ko'ra bir qaysi birda qiziqtirgan savol bo'lsa, savol bersa, o'shanga qo'ldan kelgancha javob bersak, mana shu ma'qul deb o'ylayman. Mashinani qaytarib olganmisiz? Yo'q, musodara bo'lib ketdi. Men shuning uchun keldim O'zbekistonga. Bo'lmasa O'zbekistonga kelmayman men. Shuning uchun mana sizlar bilan nima deydi, suhbat qilib o'tiribmiz bu yerda. Mashinasini olib qo'yishgandan keyin topib oldik-da, bo'lmasa sizlar oldilariga olib kelolmaydi. Hozir reja bo'yicha Afrikada yurgan bo'lardik, dalshi. Bu sayohatimizni boshlashga eng asosiy sabablardan biri shunchaki bu birdaniga tug'ilib qolmagan g'oya, yoshlikdan o'sha chet ellarga chiqish, sayohatlar qilish, yoshlikdan fundamental shakllanib kelgan orzularimdan biri bu. Va meni o'zimda shunaqangi bir ichimdan xohlab turadigan xohishim bor, ya'ni orzu deydimi yoki boshqami. Ya'ni o'sha bir tarixda qolish deymizmi? Haligi kino bor, bu tog' toshlar orasida nomi chiqmay o'lib ketishni xohlamayman dedi. Shunga o'xshab
tarixda qolish, bir nimagadir natijaga erishish va qolaversa yana bir kichik yo'q o'zi aslida katta orzu bu ham. Qachondir agar uddalay olsak, rekord o'rnatishda muhtaram prezidentimiz qo'lidan bir yuksak xizmatlari uchunmi yo el yurt hurmati ordenimi nimadir olish shuni ham maqsad qilib qo'yganmiz. Shuning uchun harakat qilib yuribmiz. Farzandlar endi aqlini taniyapti. Nima deydi, katta bo'lsa, xususiy universitetlarda o'qitamiz, balki Nordikda, to'g'rimi? U nima deydi, men sayohat qilyapman degani hech qaysi biri e'tibordan chetda qoldi degani emas. Endi yoqmaydigan odamga siz nima desizdan bari yoqmaysiz. Chunki izlasa doim odamda ayb topiladi. Beayb Parvardigor. Hech bo'lmaganda tirnoq tagidan qilib topsa bo'ladi. Shuning uchun oddiy bitta narsa borda, tushuncha bor. Akvariumdagi baliq o'sha akvariumda okean deb hisoblar ekan. Unga okean to'g'risida gapirsangiz, miyasiga sig'dira olmaydi, qabul qilmaydi. U o'zini akvariumini mana shu okean deb turib oladi. Shuning uchun okeandan tashqariga chiqmagan, akvariumdan tashqariga chiqmagan odamlarga okean haqida gapirish befoyda. Endi har bir davlatda o'ziga yarasha plyuslari va minuslari bor. Biz tashqaridan qaraganda yaltiroq bo'lgani bilan uni ichida asl nimasi ko'p bo'lishi mumkin. Bizga minus tomonlari ko'p bo'lishi mumkin. Mana o'zingiz misol keltiryapsiz, mana Janubiy Koreya deyapsiz. Janubiy Koreyaga sayohat mobaynida shuni anglaganmanki, u yerda LG degan katta korporatsiya bor yoki Samsung degan korporatsiyalar bor. Mayda biznesmenlarda chiqishiga yo'l qo'ymaydi ular. Shu darajada bo'ri bo'lib ketgan va hukumat ularga qarshilik qila olmaydi. Darshi hattoki prezident saylanishigacha ta'sir o'tkazadi u korporatsiyalar hammasi. Hech kim ularga mushugini pishlay olmaydi. Masalan, ularda xo'jayinlari Luboverima yo'lda odam ezib o'tib ketsa yo boshqa qilsa hech kim inday olmaydi. Bu qandaydir jamiyatda nohaqlikni keltirib chiqaradi. Agar sizga minus tomonlarni aytadigan bo'lsam, birinchidan, ikkinchidan ular davlatda xohlagan oyligini qo'yib qo'yadi, ishlasang shu, ishlamasang yo'q, boshqa deydi. Va u berayotgan oyligi masalan siz uchun zo'r bo'lishi mumkin. Masalan, oyiga $1000 beraman desa, siz borib bemalol u yerda mehnat qilishingiz mumkin, sohangiz bo'yicha. Lekin u Koreyada yashash uchun $1000 oyiga yetarli bo'lmaydi. Endi atrofdagilarga qaraysiz, bu kvartira o'zi $500 bo'lsa oyiga, har kuni qatnashim, yeb ichishim, farzandingiz ham bor, uni yankiga berib qo'yishingiz o'zi, rasxodlarni o'zi $1000 bo'lsa, mendan kamida $2000 ishga joylashishim kerak ekan deysiz. $2000 ishda qidirib topa olmaysiz. Keyin oxiri yeb ichishdan, ekonom qilishni boshlaysiz. Iloji yo'q, farzandingizni yankiga bermasdan ustidan qulab ketishni boshlaysiz. Arzonroq sharoit yo'q kvartirada yoki bo'lmasa 3-4 kishi bitta kvartirada turishga majbur bo'lasiz. O'sha kattaroq oylik beradigan nimalar, zavod, korxonalar u yerda paydo bo'lishi bilan bu katta korporatsiyalar ular yutib oladi. Joy poyi bilan shunday sotib oladi uni. Tezroq sotsang sot, bo'lmasa ertaga yong'in chiqadi, shunday deydi. Korxonangda yong'in chiqadi. Bu uyushgan mafiya deydi uni. Shuning uchun har yerni qilma orzu, har yerda bor toshu tarozi deydi. Bu tashqaridan yaltiroq ko'ringan bilan ichkarisiga kirsangiz juda nima? Dada qo'rqinchli, xavfli tomonlari bor. Chidashga majbur bo'lasiz. Chidashga chizga qo'yib chidashga majbur bo'lasiz. Shuning uchun har bir davlatda orzu qilishdan oldin avval u yerga borib vaziyatni o'rganish kerak bo'ladi. Agar ko'chib ketish kerak bo'lsa, men masalan nari borsa o'zimni marhamatimdan nari bo'lsa Andijon shahriga ko'chib kelishim mumkin xolos. Butun dunyo turganda. Bo'ldi, boshqa joy kerak emas menga. Boshqa joy kerak emas. O'zbekistonimdan da qulay joy yo'q men uchun. Baribir shu O'zbekistonni yaxshi ko'rib qaytib kelaveraman. Endi Afrikada
Sayohatimiz 2 yilga mo'ljallangan edi. Mashinamiz musodara bo'lib 6 oy, 6,5 oy davom etdi va 6,5 oy ichida 5 ta davlatga sayohat qildik. Mana shu 5 ta davlatdan sizga xulosalarimni aytadigan bo'lsam, ba'zi bir davlatlarda masalan, o'ni orqadagi o'ni plashdagi qizga o'xshab, umuman davlatdagi beparvo nimalar bor, odamlar bor. Davlatida, jamiyatida nima gapsiz bo'lyapti, umuman ishi yo'q. Uni o'zini alohida dunyosi bor, o'zini alohida nimasi bor. Ishi yo'q, dunyo bilan ishi yo'q. Masalan, uni Madagaskar degan joylar haligacha qamish o'rab yuribdi. Video olaman, o'ylanib qolaman, qo'ysammi buni, qo'ymasammi deb. Plus 18 video bo'lib ketgan hammasi. Yo bijir qilib qo'ysammikin, yo kech payt soat 12 dan keyin qo'yib ertalab udalat qilib yuborsammikin deb turaman. Shunaqada agar aslini oladigan bo'lsak, masalan, jahl chiqqanda qilingan qaror bu noto'g'ri qaror bo'ladi. Odam jahl ustida doim noto'g'ri qaror qabul qiladi. Men ham jahlim chiqqanda aytaman, masalan, o'sha Pokistonda meni qamab qo'yishganda ham, qamoqxonaga tushib qolganimda ham aytdim, qaytib yelkamni chuqurga o'zim bu mamlakatga umuman kelmayman. O'sha paytda hozir men jahlimdan tushganman, yana borgim kelar Pokistonga. Shunday. O'sha mashinamni oldirib qo'yganimda ham jahlim chiqib, dorozalar tepib o'sha yerda. Bo'ldi, sayohatni yig'ishtiraman. Qo'limda raketa bo'lsa hozir portlatib yuborardim shu Tanzaniyani deb rosa jahlim chiqdi, lekin hozir mana joyga tushdik. Yangi mashina sotib oldik, uni uyga aylantiryapmiz. Xudo xolasa 1-maygacha yana uzoq bilan 10 kunda yangi sayohatni boshlaymiz. Yana o'sha eski tog'ora boshlanadi. Nima deydi? O'sha jahl ustida qaror qabul qilinganda men noto'g'ri fikrlagan bo'lishim mumkin, lekin jahldan tushgandan keyin ayni paytda masalan hozir men sayohatni to'xtatish rejamda yo'q umuman. Meni maqsadim shu, oxirigacha borishim kerak, rekord o'rnatishim kerak. Qaysi davlatga borsam, o'sha davlatdagi albatta vatandoshlarimiz bilan uchrashaman. Har safar uchrashib, ular kim, nima qilyapti bu yerda, qanday kelib qoldi, nima ishlar bilan band va yana boshqalar kelsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi, hammasini to'liq yoritib boraman. Har safar yoritib boraman. BMTning Tanzaniyadagimi, qayerdagi? Jibutidagi vakili qo'shni chiqib qoldimi? Ha, shunday. U ham marhamatli ekan. U ham marhamatli ekan. Qo'shnim chiqib qoldi. Endi sizlar samolyotda sayohat qilasizlar-ku. Samolyotda sayohat qilsa har qanday davlat ham xavfsiz, bemalol sayohat qilsa bo'laveradi. Agar mashinada sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, men Pokistonga bormayman, qamab qo'yishlari mumkin. Yoki bo'lmasa, men Iroqqa bormayman. Uni hali yarmi terroristlardan tozalanmagan. Shunaqa menga o'sha ballonlarni otishi mumkin. Yoki bo'lmasa derazalarni sindirib tashlashi mumkin. Shunaqa Iroqqa bormayman, mashinada bormoqchi bo'lsangiz, xo'pmi? Afg'onistoncha Yo, Afg'oniston tinch, bemalol borsa bo'laveradi. Yo, Afg'onistonga boradigan bo'lsangiz, kiyinib, faqatgina ningzaga aylanib, keyin o'tishingiz mumkin u yerdan. Chunki erkaklari ayol ko'rmaganda endi sal ma'naviyati pastroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar Afg'onistonga boradigan bo'lsangiz, albatta erkak kishi bilan borishingizga majbursiz. Erkaksiz ko'chada yursangiz, ular jazolab tashlaydi. Yerga beradi. Ha? 1,5 kilometr. Cho'l. Va 1,5 kilometr. Mana Al-Harishdan chegarasigacha. Demak, men taxminan mana shu nuqtalarga kelganda benzinim tugab qolgan. Mana bu yerdagi cho'l hududda bu boshida bor edi. Har masalan 300-400 kilometrda bor edi. Mana yerda orada bir 800 kilometr joyda bironta nima yo'q ekan. Zapravka yo'q ekan. Aynan o'sha yerda qolib ketgan edi. Va kanistr olib u yerda nimaga benzin izlashga tushdim. Kanistr olib, atrofim faqat qum. Faqatgina qum. Qumdan boshqa narsa yo'q u yerda. Tashqarida 60 gradus issiq. Kanistrda olib, hamma yo'g'imni o'rab, keyin qum oralab benzin oqtarib ketganman. U yerda yo'l ham ko'pchiligi anaqa qum bilan bekilib qo'ygan qum barxanlar ko'chib yuradi, tinimsiz u yerdan bu yerga ko'chib yuradi. Va ular yo'lda yopib qo'ygan, ko'pchilik anaqa yo'lda katta qismi umuman yo'lda ketyapman asfaltda yoki qumga chiqib ketdimmi o'sha deb ham o'ylab qolasiz u yerda.
Bir o'sha ertalab yo'lga chiqib, shom mahallarda anaga chiqib qolgan yo'limdan. O'sha videolarni hammasini o'sha vaqtda qo'ygan edim. Gaz quvur yotkazayotgan bitta anaqa kompaniya chiqib qolgan. Bir 100 dan ortiq odam mehnat qilar ekan, yo'limdan chiqib qolgan o'shalar. Endi ularda ham anaqa sotadigan benzini yo'q. Shunchaki o'zini haligi ekskavatori uchun, texnikalari uchun anaqa benzovozi turibdi. Ya'ni benzin toshirgan mashinasi turibdi. Meni ko'rib o'sha yerda nima ishchilar hayron qolgan. Sen kimsan deb. Men sayyohman. Ular o'ylashyapti, ko'zimizga ko'rinyaptimi bu cho'lda ichida bu odam deb. Keyin sarob deb o'ylashgan. Boshlig'ini chaqirishdi. Boshlig'i kelib turib, bunday atrofimni aylanadi, bunday qaraydi menga, bunday ushlab ko'radi. Sen kimsan deydi. Men shu sayyohman deb. Nima qilib yuribsan bu yerda? Sayohat qilib yuribman. Xumdan chiqdim, jimdan. Xumdan chiqdim. Ularga tushuntirdim, shunaqa Omonga qarab o'tib ketyapman, Omonga qarab ketyapman Saudiyadan. Shunaqa desam, bu ikkala davlat bir-biri bilan urushganligi uchun ham o'rtasidagi yo'lda umuman kuramay qo'ygan ekan, xumni. Tinimsiz kurab turish kerak. U mashinacham ham mashinalar yurmay qo'ygan ekan bu yo'ldan, lekin Google kartada kak bo'lishini ko'rsatib beradi. Keyin bildim o'sha odam aytib bergandan keyin mana bu Shaybax degan joydan yana qaytib, mana bu yerda uni Birlashgan Arab Amirligiga, ya'ni Dubayga o'tadigan joyi bor mana. Mana shu chegarasidan o'tib, mana ichkariga kirib, Al-Ayndan mana Ummonga o'tib kelganman keyin. Al-Ayndan Ummon sultonligiga o'tganman. Mana yo'ldan bora olmaysan oxirigacha. Qumlar baland, mashinam botib qoladi, o'talmaydi degandan keyin orqaga qaytib, gaz konida ishlovchilar o'zini benzinidan menga berishdi, o'zlarida yana qo'shimcha kanistrga benzin berishdi. O'zlarining bitta yuk mashinasi bor ekan, qumda yuradigan, olib kelib mashinamga quyib, meni o'sha yerda keyin bo'ldi orqaga qaytib kuzatishib yuborgan. Oxirgi bo'lgan benzin voqeasi shu. Undan avvalgilari endi ko'plab bo'lgan, hammasini bir boshdan sanab o'tsak 2 kun 3 kun vaqt kerak bo'ladi. Xo'p. Talabalar nomidan, universitet nomidan katta rahmat deymiz. Salomat bo'linglar. Ancha yetarli bo'ldi. Sayohat qilgan odam deydi, bir marta sayohat qilishi 10 ta kitobdan ko'proq emotsiya beradi deydi. Sizlar ham sayohat qilasizlar, mana turizmda ishlayapsizlar, sayohatchilar bilan ishlaysizlar. Endi sizga yana bitta majburiyat bor. Qaysi savol yaxshi bo'lgan bo'lsa, shu savollarga mana 5 ta kitobga o'zingizni dastxatingizni qo'yib tarqatsangiz talabalarga. Mana turizm sayohatda yana bitta yaxshi tomoni, butun O'zbekistondagi sayohatchilar karnet nimaligini bilishib oldi. Karnet degani bu avtomobilni vizasi. Ma'lum bir mamlakatlarga kirish uchun. Yana uni bir necha marta berishligini, ya'ni siz uni olsangiz doim ishlata olmaysiz. Qaysidir davlatga kirganingizda bitta, chiqqaningizda bitta ishlatasiz. Shu bilan bo'yiga varoqlar soni tugasa, yana u avtomobilga karnet olishingiz kerak. Men qizig'i uni odamlardan narxi baland ekanligini bular orqali bildi butun O'zbekiston. Chiqayotganlar qaysi davlatga borsa, o'sha avtomobilga viza olish kerakligini o'ziga qo'shib. Xitoyga borgan joyini ko'ringlar, mana Xitoyga borib avtomobilda kirib ishlashi uchun Xitoyga borib boshqa samolyotda borib ularni pravasiga o'qib bir oy ularni pravasini olgandan keyin yana mashinasi bilan qaytib kirib boradi. U hammaning mana xayoliga keladigan narsa. Masalan, hozir menga borib pravani u yerda borib o'qib, uni pravasini olib kelib, keyin mashinada kirasan desa, kerak emas Xitoy deydi. Eng ko'p savol berganlardan kim bo'ldi? Tak, siz bir 3-4 marta savol berdingiz. Mana shu singlingizga bittasini beramiz. Telefonga soling. Tak, mana shu singlimiz ham. Chiqalasizmi yo boraymi? Ha, o'z savollarim bering. El qatori beraylik. Nimaga men hisob bermading, odam ajratding deydi hozir. Bering. Keyin mana shu yigitimiz ham juda ko'p savollar berdi, qayta. Avval bunaqangi uchrashuvlar bo'lmaganligi uchun yaxshi, hozirchalik bunaqa taassurotlar. Endi sayohat masalan menda emotsiyalari ko'p davlatlarga sayohat qilganligim uchun balki bilinmay ketgandir, balki hech narsadan ajablanmay qo'ygandirman, lekin
mana bunday davralarda o'tirib gapirar, ko'pchilik bilan yuzma-yuz gaplashish albatta yaxshimikan. Может, balki kelajakda buni takrorlarmiz, hali Xudo biladi yana. Lekin menga ma'qul bo'ldi, yaxshi natijalar.